Abdurahmonov ish tugadi. Ketish choyxonaga. Ayyo, men choyxonaga bora olmayman. Nima bora olmaysan? Keliningiz xafa. Shubhalanib ham yuribdi-da. Bugun uyga vaqtliroq boray. Oldingda 1.8 pul chiqadimi Abdurahmonov? Ha, bor. Xotin sana shubhalanmaydigan, umuman gapirmagan yo'lni o'rgataman senga. Bos Abdurahmonov. O'rta boshliq radar bor-ku. Men senga bos deyapman. Xo'p. Radarga tushdik-ku o'rta boshliq. Nima qilganingiz? Qara, shtraf keladimi? Uyingga boradimi shtraf? Xotining ko'radimi olib? Demak bular ishda bo'lgan ekan deydi. Sana shubhalanmaydik. To'ppa to'g'ri o'rta boshliq, sizni kallangiz ishlaydi. Endi xotinman keyin 3 oy gapirmaydi bu mavzuda. Aytgancha. O'zingiz nima qilmoqchisiz? Shu shtraf rasmini menga tashab berasan. Men yangiga tashiyman. Ko'radi, bular ishga ekan birga deydi. Jarimani ham 50 to'laymizmi? Formani alishtir Abdurahmonov. Choyxonaga kiramiz. 15 kunchidan 50% to'lasang, qolgan 50% men to'layman. Qayda ketdik? Xo'p bo'ladi.